Көктүрік дөліті. Hun dövləti yıqılğandan keyin bir qism türklər qıçıb Altay tağlarının kiriş çıxış qiyin bolğan jilğılardan birisiga kirib yerləşkən. Qadimki türk əfsanlarından məşhur Ergenqut namını alğan bu jilğıda türklər 600 yıl yaşadı. Yaylaqları munbət, suyu mol bolğan bu joyda ularning charo mollari ko'paydi. Nupusumu taza artdi və tömür kanını kəşf qıldı. Tömür sanaiti ravajlandı. Bu bayaşat turmuşları bilan birgə mədəniyyətimi yükseliş barlıq gəldi. Jujan türkləri dövlət qurub, başqa türk qavmlarini özgə boysunduruşqa başlaganda, bu Ergenqut türklərini hakimiyyət astığı aldı. Amma bularmı başqa xanlıqlarga oxşaş qağanğa təvə bir xanlıq bulub, içki işlərdən müstəqil idi. Ergenqut türklərinin xani qəhrəman Bumin xan miladının 552 yılı Jujanlarga qarşı isyan götürüb, Jujan əsgərlərini məğlub qıldı. Ötügən tağlıq məntiqisidiki Ötügən şəhərini paytaxt qılıb, yeni bir dövlət qurub çıxdı və bu dövlətə, Köktürk xanlığı deb nam berdi. Şunun bilan təvəlikidiki bütün türklərinin, Türk degan ismini dövlət namıdan e'lon qildi. U kundan boshlab burun tarix sahnasida har xil ismlar bilan o'ttirg'i chiqqan türk qavmlari o'zlarining asli ismlari bilan maydonga chiqdi. Türk ismi u kundan tortib zamonimizgacha umumiylikni saqlab kelmoqda. Köktürk davrigacha tarix sahnasida kelib ketgan türklar ichida Türk ismi bilan atalganlar yo'qdi. Ular Uyg'ur, Hun, Siampi, Jujan, Tupa va boshqa ismlar bilan tonilgan edi. Köktürk davlatining qurilishi bilan butun turk qavmlari bu asli va umumiy ismlari ostida birlashdi. Bumin xon Jujanlarni mag'lub qilgandan keyin, İlxan degan unvonni oldi. Bu qağandan bir daraja tuvan turadigan unvon. İlxan Bumin bayroq ustiga bo'z beri beshining rasmini qo'ydi. Chunki Oğuz turk afsonalaridagi Alanquva hikoyasiga ko'ra Oğuz turklari bo'z bo'rini muqaddas deb e'tiqod qiladi. Ko'p turklar bo'lsa bo'z bo'rini ulug'lab, ma'budluq, ilohlik darajasiga ko'tarib e'tiqod qiladi. Bo'z bo'ri to'g'risida Ergenqut afsonasi va Mo'ng'ul hikoyasi Alanquada bu mashhur rivoyatlar zikr qilinadi. İlxan Bumin 2-3 yilda qisqa bir zaman ichida O'rta Osiyodagi bütün turk xonliqlarini bo'z bo'ri boshliq bayroq ostida birlashtirdi. 6 shahar va Quchudagi mustaqil kichik xonliqlar. Bu tarixlarda Sharq Turkistonda jami qancha mustaqil davlat bo'lganligi haqida aniq bir ma'lumot bo'lmasa-mu, Chin tarixlari Xotan, Yarkand, Qashqar, Qucha, Ro'ran, Kingit va Quchuda mustaqil xonliqlarning borligini xabar beradi. Tovandikilardan bularning siyosiy o'rni va kuchini ko'rib olishga bo'ladi. Gavshanji qochgandan keyin bu mustaqil xonliqlar bir-biri bilan do'stona munosabatda bo'lib, tinch yashamoqda edi. Sharqiy shimoldagi, Mo'ng'ulistondagi Uyg'ur davlati bilanmi keyingi chaqlargacha munosabatlari yaxshi edi. Chin imperatorligining bu tarixda turklarga hukmronlik qilolganidek kuchi yo'qdi. Shuning uchun chiqishib turish siyosatini ijro qilib, Uyg'ur qag'anligi, Qorluq, Qucha va Xotan qatorliq xonliqlarning hukmdorliklariga davomliq so'g' salom yo'llab, bularni o'ziga do'st qilishga tirishmoqda edi. Hijri 138, milodi 755 yili O'ngluk xon, Chincha Anlushan deb talaffuz qilindi.
ismli bir Türk qo'mondan Çin imperatoriga qarshi isyon ko'tarib, Çinning sharqiy va shimolidagi o'lkalarni ishg'ol qildi va 2 yil o'tgandan keyin poytaxt Chang'anga yurish qildi. İmperator Xuanzong Uyg'ur, Qarluq va boshqa Türk hukmdorlaridan yordam so'rab yolvordi. Uyg'ur qog'ani o'z o'g'lining qo'mondonligida zo'r qo'shinni o'nglik isyoni bostirish uchun Çin imperatorining yordamiga avatdi. Qarluq xonimi askar yo'lladi. 6 shaharning eng kuchli xoni bo'lgan Xotan xoni o'zi nurg'un askarlarini boshlab Çinga yordam keldi. Bu Türk qo'shinlari g'arbiy va shimoliy Çindan ishqirlab kirib, o'nglik xon bilan urushib, uni surguncha Chang'anga yetib bordi. Bu arada imperator Xuanzong o'lib, o'rniga o'g'li Suzong imperator bo'ldi. Suzong Chang'anni tashlab qochib ketib, o'nglik xon Chang'anni ishg'ol qilgan edi. Türk askarlari Chang'anni elib qochib ketgan imperator Suzongni tepib kelib, taxtga o'ltirg'izib qo'ydi. Türk qo'shinlari hijri 146, ya'ni milodi 763 yilgacha Çinda turib tinchlik o'rnatdi. Uyg'ur qog'ani Bugung, ya'ni Bögü qog'an Shanshi yo'li bilan besib kirib, o'nglik xonning poytaxti bo'lgan Loyanga hujum qilib ishg'ol qildi va u yerda 1 yil turdi. Uyg'ur davlatining Janubiy yabg'usiga Çin imperatori qizini yotliq qildi. Uyg'ur davlati va boshqa Çinga yordam qilgan Türk davlatlariga Çin imperatori alohida sovg'a salom taqdim qildi va davomli boj soliq beradigan bo'ldi. Yordamga kelgan Türk askarlari qaytdi. Shuning bilan uzun bir zamongacha Çin bu cho'ng kichik Türk davlatlarga boj to'lab, ularning o'rtaq nüfuz ostida yashadi. 6 shaharga Tibetliklarning ikkinchi istilosi va bu istilodan qutulganligi. Tibet davlati hijri 150, ya'ni milodi 767 yildan boshlab toza kuchlangan edi. Milodi 765 yili Çinga yurish qilib, hattoki Chang'ani bir mezgil muhosirga tutib qolgan edi. Hindiston taraflariga yurish qilib, Qunuch shahrini olganligi rivoyat qilinadi. Bu qadar kuchlangan Tibetliklar hijri 183, ya'ni milodi 800 yillari atrofida Sharq Turkistonga hujum qilib, Charchan, Xotan va Yarkan qatorliq joylarni ishg'ol qildi. Keyincha Qashqarni oldi. 3 Kucha va Kingin xonlarmi Tibetliklarga boj to'lab bo'ysunishga majbur bo'lgan. Bu istilo taxminan 21 yil davom qildi. Bu zaman ichida Sharq Turkistonda yuz bergan voqealar to'g'risida ishonchli ma'lumot yo'q. Tibetliklar hijri 206, ya'ni milodi 821 yili Çinliklar tarafidan mag'lub qilingandan boshlab ojizlashdi va bu fursatdan foydalanib 6 shahar xonlari birlashib Tibetliklarni haydab chiqardi. Tibetlarni haydab chiqargandan keyin Xotan, Yarkand, Qashqar, 3 Kingit va Charchan xonlari burunqidek mustaqil bo'ldi. Keyinchi Qashqar xoni kuchlanib, Xotan, Yarkand va 3 qatorliq xonliqlarni o'ziga tava qilganligi ma'lum. Yuqorida aytganimizdek, bu davrga oid tafsiliy ma'lumotimiz yo'q. Hijri 226, ya'ni milodi 840 yili Sharqiy Uyg'urlarning Sharq Turkistonga ko'chib kelishi sababi bilan yuz bergan hodislarni tövanda bayon qilamiz. Sharqiy Uyg'ur davlati oldingi fasllardan birida so'zlab o'tganimizdek, bugungi Shimoliy Mo'g'ulistonda yashagan, davlat qurgan, ya'ni Uyg'ur degan ism bilan tanilgan bir Türk tarmog'ini tarix kitoblarimizda Uyg'ur qabilasi deb ataydi. Bu bölümde bayon qilingan, ya'ni Uyg'ur davlati mana shu Uyg'urlarning milodi 8-asrda qurgan yangi davlatidir.
Biz bularni, ya'ni Sharqiy Uyg'urlar deb zikr qilamiz. Sharqiy Uyg'urlar Sharqiy Turkiston tarixida muhim o'ringa ega. Sharqiy Uyg'urlar Hun davlati davrida Hunlarga tava bir xonlik bo'lib yashagan edi. Hun davlati yiqilgandan keyingi davrga oid ma'lumotlarimiz yo'q. Köktürklar davrida ularning tavalligidagi eng kuchli xonlik edi. Köktürk davlatining tunji qitim yiqilishi bilan Chin ishg'oliyati ostida qolgan. İltarish qolgan Köktürk davlatini qayta tirdirganda Sharqiy Uyg'urlar uningga tava bo'ldi. Qapaqan qolgan vafot bo'lgandan keyin Sharqiy Uyg'urlar qutlug' Köktürk davlatiga qarshi bosh ko'tarib chiqib, mustaqillik e'lon qildi va birdan tarix sahnasida o'ttirg'i chiqdi. Hijri 226, ya'ni milodiy 840-yili Sharqiy Uyg'urlar Bayqal ko'li atrofida o'ltiraqlashgan Basmil va O'tukan tog'laridagi bir qism Qarluq qatorliq boshqa turk qabilalarini o'ziga bo'ysundirgandan keyin o'zmish qolganga qarshi urush e'lon qildi va bir qancha qatim og'ir mag'lubiyatga uchratdi. Milodiy 744-yili Sharqiy Uyg'urlar o'zmish qolganni yo'qotib, qutlug' Köktürk davlatini munqariz qildi. Qaraqurumni ishg'ol qilgan bo'lsa-mu, u joyni poytaxt qilmay, Urxun daryosining g'arbiy tarafidagi Qarabalag'asun shahrini poytaxt qildi. Sharqiy Uyg'ur xoni, ya'ni Qog'an unvoni bilan ataldi. Hozirgi Mo'g'uliston va butun Sibiriyadagi turk qavmlarini qo'l ostiga kirgizdi. Shuning bilan g'arbda Oltoygacha, janubda Gansu va Shanshigacha bo'lgan turk yurtlarini o'z ichiga olgan Kangri zamonda, ya'ni Sharqiy Uyg'ur qog'onligini qurdi. Sharqiy Uyg'ur qog'onligining Chindagi, ya'ni O'nglik xon isyonini bostirganligini, Bögü qog'onning milodiy 762-yilda Loyang shahrini ishg'ol qilganligini va bu vaziyat ostida boshqa turk davlatlari bilan siyosiy jihatda birlikka kelib, Chin davlatini ya'ni birlashgan turk davlatlari himoyasi ostiga olganligini yuqorida so'zlab o'tildi. Milodiy 765-yili Tibetliklar Chinga hujum qilib, Chang'anni muhosirga olganda, imperator, ya'ni Tang Suzong Bögü Xoqondan yordam talab qilgan. Qog'on darhol cho'ng bir qo'shin bilan yordamga kelib, Tibetliklarni qo'g'lavatdi. Sharqiy Uyg'urlar bu davlatni qurib chiqishdan burunmu xili yuksak madaniyatga ega edi. Urxun va Selinga daryo bo'ylarida intayin ko'rkamlik,ovat va chiroyli shaharlari bor edi. Hun davlati davrida, Köktürklar davrida, boshqa Tangriqutlug' va Qog'onliq davlatlari davrida butun moliya, hisobot ishlari va davlatning kotiblik ishlari bu Sharqiy Uyg'urlarning qo'lida edi. O'g'uzxon, ya'ni Botur Tangriqutning vaziri Uyg'ur edi degan rivoyatlar xili mashhur. Sharqiy Uyg'urlar Köktürk davlatini yiqitib, qog'onlikni qo'lga olgandan keyin bulardagi madaniyat texmi tez yuksaldi. Mo'g'uliston va Gansu tuzdanliklarida Sharqiy Uyg'urlarning shu chog'dagi ilm, madaniyat va sanoat asarlarining izlari nihoyatda ko'p uchraydi. Sharq Turkistonning sharqiy qismidagi tuproqlardan zamonimizda qezib chiqarilgan Sharqiy Uyg'urlarga oid asari atiqa asarlar kishini hayron qoldirdi. Bularni tövanda bayon qilamiz. Sharqiy Uyg'ur davlatining yiqilishi. Sharqiy Uyg'ur davlatiga tava turk qavmlari pat-patla isyon chiqarib turadi. Bu isyonlarni bostirish uchun qog'onlikning muhim kuchini sarf qilishga majbur bo'ladi. Bu isyonlar davom qilib, Uyg'ur davlati ojizlashib qoldi. Bu isyonkor qavmlar ichida eng kuchlisi Yansay daryosi bo'yidagi qirg'izlar edi. Qirg'izlar Hijri 226, ya'ni milodiy 840-yili Qarabalg'asun shahriga hujum qilib ishg'ol qildi.
mag'lub bo'lgan Uyg'urlar 1000 yildan beri yashab kelgan yurtlaridan ko'chib ketishga majbur bo'ldi. Sharqiy Uyg'urlar bu hodisa natijasida ikki qo'lga ayrilib, az bir qismi Gansuning shimoliga berib yerlashdi. Chinliqlar bularni Ching'an va yoki vahshiy Uyg'urlar deb ataydi. Yana bir cho'ngroq qo'li Sharq Turkistonga qarab mangib 3L, ya'ni hozirgi G'arbiy Gansu, ya'ni Qumul, Quchu, Beshbaliq, Eli, Kingit va Ro'ran qatorli o'lkalarda yerlashdi. Uzunga qolmay ko'chib kelgan Uyg'urlar asli, ya'ni yerlik turk qarindoshlari bilan aralashib ketdi. Hatto ularni boshqarib hokimiyatda boshqa chiqdi va bu joylarning xonlari bu Uyg'urlardan bo'ldi. Keyinchi hammasi birlashib bir xonning hukmronligini qabul qildi. Bu birlashgan xalqning cho'ngi, ya'ni Idiqut deb ataldi. Bu Uyg'urchada, ya'ni davlat egisi deganlik bo'ladi. Idiqut davlatining Qaraxoniylar davlati qurilguncha to'liq mustaqil bo'lib, ta'sir doirasini Kingit va Quchog'icha kengaytganligi rivoyat qilindi. Sharqda Uvi, ya'ni hozirgi Liangzhou shahrining sharqidagi Wu arshitigacha bo'lgan joylarni ishg'ol qildi. Undan 200 yil o'tgandan keyin Xitoy, ya'ni Qiton davlati bularni Sadichinning ichki qismidan surib chiqardi. Qaraxoniylar davlati qurilgandan keyin Qaraxoniylarga tava bo'lib, ichki ishlarida mustaqillikni saqlab qoldi. Qaraxoniylarga tava bo'lgandan tortib, Uyg'urlar Bosh Argun, ya'ni Agim va Quruq tog'ning u tarafida yerlashgan va Quruq tog' tizmisini chegara qilib Singir deb atagan. Singir va yoki Sinir turkcha chegara deganlik bo'ladi. Bu ism hozirmi qo'llanildi. Qaraxoniylar davrida Turpan, Qumul, Eli, Oltoy, Emil, G'arbiy Gansu va Kingit, ya'ni Qara shahar qatorliq joylar Uyg'ur yurti va xalqlari Uyg'urlar deb ataladi. Qaraxoniylar islom dinini qabul qilgandan keyin Idiqut boshliq Uyg'urlar Qaraxoniylarga qarshi isyon ko'tardi va o'ttirda nurg'un urushlar bo'ldi. Ammo oxirida Uyg'urlar yana Qaraxoniylarga bo'ysundi. Lekin Uyg'urlar islom dinini qabul qilmadi. Uyg'urlarning ichki mustaqilligi hijriy 800-yil, ya'ni milodiy 1397-yilgacha davom qildi. Idiqut poytaxti dastlabda Quchu o'lkasining Quchu shahri edi. Bu shaharning xarobisi hozir xalq ichida, ya'ni Taqiyanus shahri degan nom bilan mashhur. Bu uning atrofidagi kent hozir Qarag'o'ja, ya'ni Qaraquchu deb ataladi. Idiqut xonligi Qaraxoniylardan 100 o'rgandan keyin poytaxtni Beshbaliqqa o'tkagan. Ya'ni Beshbaliq 5 qal'a va yoki 5 shahar deganlikdir. Beshbaliq hozirgi Urumchi shahri bo'lib, Chin istilosidan keyin Chinliqlar buni chinchilashtirib Ulumuchi deb atashga boshladi.